так, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться, и как сумел на гитаре сыграл. Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. В мой класс она зашла, и сразу понял я, и Купидон мне в сердце не стрелою дала пулею. Сказала наша классная: детки, знакомьтесь, Юлию. И вот я словно темплиту за Юлей, амурных любит. Подойти боюсь я к Юле, вдруг меня она не любит, а вдруг другого любит. Юля любит не меня, ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница. Сердце рвется, но лед никак не тронется. Ну как-то утром я решил сделать первый шаг, купил цветы и под подъезд. Лишь бы ты пришла, и ты пришла. Драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником. Assalomu alaykum. O'quvchilar birinchi ustozim tadbirlarini yakunlab 4-sinfni tugatyapmiz. Bu bilan sizlarni hammangizni tabriklayman. Keyingi hayotingizdan omad tilayman. Ota-onangizga, el yurtda ustozlarga bir rahmat ishlaydi, o'quvchilar bo'lib yetishingizni tilayman. Prezident maktablariga girib, oliygohlarga girib, shu sizni orqangizdan yaxshi gap eshitish faqat men niyatim. Xudo xolasa shu niyatimga yetish arzum bor. Hammaga ishonaman. Kelajakda bir kasbni egallab, bir hayotimiz bir chiroyli bo'lib o'tadi deb umiddaman. Hammani orzu bo'ladi. Hammaga o'z orzularingizni yetishing. Kelajakda bir inson bo'lib yetishing. Ammo birova foydangiz tegsin, zararingiz tegmasin. Ammo ota-onangizga, ustozlaringizga rahmat aytishtirib bering. Kelajakda bir yaxshi kasbning egalari bo'lib, xalqqa, ota-onangizga xizmat etadigan farzandlarim. Hayotda o'z o'rningizni topishingizni tilayman. Bugungi kunda 4-sinfni muvaffaqiyatli bitirganlarimiz uchun sizlarga diplom, Romanov Hakimov Aydinay diplom bilan tabriklayman. Kamran tabriklayman, keyingi ishlaringda omad. Ruxsora tabriklayman, keyingi hayotda o'z o'rnini topar. Orasida tabriklayman, keyingi Zulola Merhum Malik bir ayrıntı Romanov Aydınay.
Qarangiz. Zuhra. Şeyda. Şaraz. Atkan Bek. Herkes bir usta olabilir. Aziz yok. Verican. Yok hayattan son Kıvanç Bek. Şerbek. Ezaz Bek. Neyse. Kırava. Murat Deniz. Okuma şansı almalıyız. Hayattan bitirmem. Onu tekrar okuyorum. Aziz Bey. Aziz Bey keserken Kıvanç Bey akbat herhalde. Aman Rabbaraza 11 yıldan keyin kızım diplomlarım shunday taqdirlanishini birgalikda kutib olishni nasib etgan hammamiz. Ustoz, men sizni 25-mar bilan tabriklayman. Kelasi ishlaringizda omad tilayman. Meni 1-sinfdan 4-sinfgacha o'qitganingiz uchun katta rahmat. Men sizni yaxshi ko'raman. Aziz ustozim, sizni yaxshi ko'raman va siz bizni 4 yil o'qitganingiz uchun rahmat. Siz bizni kichkinaligimizdan qancha qarg'asha qilsak ham o'zingizni o'qitganingiz uchun rahmat. Siz bizni 4 yil o'qitdingiz va yana bir rahmat. Hurmatli ustoz, men sizni yaxshi ko'raman. Siz bizlarni meni 1-sinfdan 4-sinfgacha qo'limizda ochga qarab yozishni, o'qishni o'rgatdingiz. Sizni yaxshi ko'ramiz. Ustozim, bayramingiz bilan tabriklayman. Keyingi ishlaringizda omad tilayman. Bizni 1-sinfdan 4-sinfgacha o'qitib kelganingiz uchun rahmat. Alifboni, matematika, hisob-kitobni o'rgatganingiz uchun rahmat. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling,
bugün maktabimizda 2026-yil 25-may esa biz 4 yil o'qitib, bilim olib boshlang'ich ta'limni tugatdik. Endi bundan buyon ham sizlarni o'qishlaringizda omadlar tilaymiz. Hamma xudo baholari o'qib, ota-onangizning yuzidan tabassum arimasin. Eng yaxshi kunlarni ko'rish sizning ota-onangizga nasib qilsin. O'quv yurtlarida ham bilim olib yurib, hamisha o'rtoqlarimiz, tengdoshlaringiz atrofida obro'li inson bo'lishingizni bilim olib, yaxshi a'lo baholarga o'qiganingiz uchun maktab ma'muriyati tomonidan oddiy yolg'iz diplomlar bilan taqdirlanadi. Mahmudova Gulida boshlang'ich ta'lim bosqichini muvaffaqiyatli tamomlagani, o'zining intilishi, bilimga chaqqonligi va namunali o'quv uchun taqdirlanadi. Umarova Zarina Umarova Aynura Aytbayeva Nazina Sultanov Javohirbek Jamilov Rahmatulloh Ziyadinova Ziyoda Kurbanbayeva Diana Kurbanbayeva Jawa Kazanbayeva Javohirbek Usmonov Izzatbek Muminov Shahriyar Kenjayev Og'abek Jumaniyazov Abdusamad Ismoil Islomli Baxtiyorov Shahriyor yaxshi baholarni olamiz. Bakirbayev Javohirbek tugatgani uchun Azimbayev Elshodbek Aybekova Gulnor
4 sinfgacha katta qilganingiz uchun sizga rahmat ustoz. Qo'limizga kitob, daftar tutkazganingiz uchun sizga yana bir marta rahmat. İşonchingizni oqlaymiz. Sizni yaxshi ko'ramiz. Tilginam sayron bo'lgani bo'lgan, yurtim desam dilginam xandon bo'lgani bo'lgan. Chamanimning chiroyi gul oftobi guloyi, yuragimning bir joyi rayhon bo'lgani bo'lgan. qadr topdi-ku qadrim, havoga to'ldi bag'rim, istiqlol bergan davrim, davron bo'lgani bo'lgan, davron bo'lgani bo'lgan. Ortda qoldi ne g'ovlar, sinovlar. Shashtim ko'rib birovlar, hayron bo'lgani bo'lgan. Havoda tek turgaylar, chechakka to'shurgaylar, gulni ko'rgan to'rg'aylar, xushhol bo'lgani bo'lgan. Dalalashib, qirlashib, boshni qo'yib sirlashib, Jo'shqin soylar birlashib, ummon bo'lgani bo'lgan. Qadr topdi-ku qadrim, havoga to'ldi bag'rim, istiqlol bergan davrim, davron bo'lgani bo'lgan, davron bo'lgani bo'lgan. Elim desam tilginam, sayron bo'lgani bo'lgan, yurtim desam dilginam, handon bo'lgani bo'lgan. elim desam dilginam sayron bo'lgani bo'lgan, yurtim desam dilginam xandon bo'lgani bo'lgan. Chamanimning chiroyi gul oftobi guloyi, yuragimning bir joyi rayhon bo'lgani bo'lgan. qadr topdi-ku qadrim, havoga to'ldi bag'rim, yurtboshim bergan davrim, davron bo'lgani bo'lgan, davron bo'lgani bo'lgan. Xush kelibsiz bugungi bayramimiz sababchisi aziz o'quvchilar, mehmonlar. Bayramimizni ochib berish uchun so'zni maktabimiz direktoriga beramiz. Hurmatli ustozlar, hurmatli ota-onalar, hurmatli o'quvchilar. Mana bugun Ellikqal'a tumanidagi 40-son umumiy o'rta ta'lim maktabimizda 4-sinf o'quvchilarining xayr birinchi ustozim tadbirida qatnashyapmiz. Bu tadbirda qatnash mana shu o'quvchilarimizga
omadlar tilab qolamiz. Mana o'quvchilarimiz bundan 4 yil oldin maktabga qadam qo'yib, yangi qadam qo'ygan payti o'qishni, yozishni hali yaxshi bilishmas edi. Mana bugungi kunda barchasi o'qish, yozishni o'rganib, tartib intizomni o'rganib, Xudo xohlasa yuqori sinflarga yaxshi kayfiyatda qadam qo'yadilar deb o'ylayman. Niyatimiz bu o'quvchilarimizning ichidan kelgusida yuqori bir saviyaga erishadigan, yuqori bir yutuqlarga erishadigan o'quvchilar yetishib chiqsin. Fan olimpiada g'oliblari, xalqaro fan olimpiada g'oliblari yetishib chiqishini tilab qolamiz. Shu bilan birgalikda mana shunday natijaga erishtirgan o'qituvchilarimiz Norgul opaga va Oygulga kattadan katta rahmatlar aytib qolamiz. Ulardan keyingi ishlarga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Doimo sog' salomat bo'lsin. Shu bilan birgalikda mana shu qo'llab-quvvatlab turgan ota-onalarimizga ham katta rahmat aytamiz. Tadbirimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Bemalol davom ettiramiz. Boldma. Navbat 4-A sinf o'quvchilari she'rlariga. Bo'lganmi bizning davrda hech qachon davronlar, istiqlolim berdi bizga ilm uchun imkonlar, madaniyat, ma'rifatni xush ardoqlovchi onalar, xush kelibsiz ey aziz o'qituvchi-yu mehmonlar. Boshimni cheksiz shodlik solgan ko'ksimda, bugun sizga chin qalbimdan umrdosh tabrik etaman. Umrim bo'yi men soatda vatanimga xizmat etaman. Bitiruv kechamizda do'stlar o'ynab kuylaymiz. O'quvchining ilk kuni birdan eslab qo'yamiz. O'sha kuni ilk bora maktabga qadam qo'ydik, yuraklarda bir tuyg'u his-hayajon tuydik.
Yurtimizda guldasta kirib keldik maktabga, mehr bilan Nodil opamiz o'rgatdilar odobga. O'sha kundan ustozim, onamizdek suyaymiz, sizga o'xshab so'ylaymiz, sizday qadam bosamiz. Bag'ringizga intirdik, bo'ldik bolangiz misol, bilim hikmat bog'ida to'liqsiz ummon misol. Qo'limizdan tutdingiz, boshladingiz bir boqqa, bilimlar mamlakati gurkiragan gurboq. Shundan beri siz bilim berib, boqonimiz ustoz, o'ngimizni posboni, ustozim sizga ta'zim. 4-asr ijrosida aziz ustozlar qo'shig'i. Vatan bu muqaddas beshigim, vatan bu osonayu eshigim, vatan bu onamning kunlar bedor etgan allasi, vatan bu qadarimning urgan. Vatan har bir insonning tug'ilgan diyoridir, kindik qon to'kilgan muqaddas tuprog'idir. Vatan so'zi muqaddas, vatan o'zi muqaddas, vatanga xizmat qilmoq bizlar uchun qarzu farz. Sizga xudo bo'lsin jon tanim, O'zbekiston mening vatanim. Xalqim arzu niyati dilga quvonch soladi, bayrog'imiz dunyo o'zgarlikka davr soladi. Tamg'amizda buyuklik aks etgandir, bilingsiz humo kuchi yetaklar maqsad sari bilingiz. Hozirda 4-asr tomonidan lazgi qo'shig'i.
boshlang'ich ta'lim bitiruvchilarimiz. Bo'lgan bizni davrdek hech qachon davronlar, istiqlolni berdi biz uchun ilm va imkonlar, madaniyat va ma'rifatni albatta o'qishonlar. Xush ko'rdik ey aziz o'qituvchi. Bizda bilimlar ko'p, o'ylar ko'p, yaxshi niyat, orzu, havas, o'ylar ko'p. Har bir dami misli oltin bebaho, bitiruv kechamizga qani marhabo. Bitiruv kechasi qanday ajoyib etibdi, bizga ham bu shodlik nasib. Chin dildan sherikmiz quvonchingizdagi mehmon do'stlik. Vatan bu muqaddas beshigim. Ahsan mikrofonni ko'tar. Bu ostona-yu eshigimiz. Mikrofonni ko'tar. Qoni to'kilgan muqaddas tuprog'idir. Vatan o'zi muqaddas, vatan o'zi muqaddas. Vatanga xizmat qilmoq biz uchun farz-u-kar. Onajonim issiq bag'ri vatanligini bilaman, otam mehri qaynoq dafti vatanligini bilaman. O'z bag'rida ardoqlagan beshik menga vatandir, shu yurtning ostonasi beshik menga vatan. İlk bor dunyo tanitgan maktabim menga doim hamjihat, hamkor mahallam. Vatan jannatlarga alishmam, qishlog'im o'lchamandir, noz ne'matlarga kon O'zbekiston vatandir. Shu yurt mening vatanimdir, Shu yurt muqaddasdir. Yurt posbonidir. Buyuk bobolarim buyuk ishlar tarixdan mag'ribga mashriqqa ketdi. Tanamdagi 72 tomir, Timor Islomomning joshqin qoni bor. Nodira, Vaysin, Zebin soning ruhlari bizlarga doim madadkor.
Ibn Sino bobom yozgan hidoyat barchani ezgulik sari chorlaydi. Vatanni sevgan har bir insonni bobomning ruhlari doim qo'llaydi. Xalqi uchun istiqlol, ozodligi erk bergan yurtning farzandlarini o'z bolasidek sevgan buyuk Turon ishida doim yonib yashagan vatanparvar bo'lishni yurtdoshimizdan o'rgan. Xalqim orzu niyati dilga quvonch soladi, bayrog'imiz dunyomizda yurtiradi. Yanimizda buyuklik aks etgandir bilingiz, humo kishi yetaklar maqsad sari bilingiz. Hozirda navbatni 4-B sinf Qizg'aldog'im raqsiga beramiz. Qizg'aldog'im qirdan bo'lak toshonang yo'q. Yoki yoysang yerdan bo'lak toshoynang yo'q. O'ksib turganingda o'zim borib peshonangdan o'pay desam peshonang yo'q. Qizg'aldog'im qirdan bo'lak toshonang yo'q. Yoki yoysang yerdan bo'lak toshoynang yo'q. O'ksib turganingda o'zim borib peshonangdan o'pay desam peshonang yo'q. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Qizg'aldog'im qadring bilgan, darding bilgan ay kiming bor. Kelib ketar bahor senga bevafoyo. Go'zalsanki senga bari gullar ag'yor. Oxursang bir ohing tinglar ostonang yo'q. Sollanasan kelinchakday boshing egib. Jayron o'tgan so'qmoqlarga yoshing to'kib. Qizil yuzing qandilimga turar tegib. Meningdek sen g'aribning ham parvonang yo'q. Qizg'aldog'im sen ardog'im ovunchog'im. Qizg'aldog'im sen ardog'im
show biznes olami taqdim etadi. Devreli kingrak alın, sazlı şokundan çalın. Devreli kingrak alın ey, sazlı şokundan çalın. Keyfiyetini götürüp lezgini şukrak çalın. Keyfiyetini götürüp lezgini şukrak çalın. Aman aman oynalın, lezgi çalın oynalın. Aman aman oynalın ey, lezgi çalın oynalın. Oynamadan kalmasın devremizde oynalın. Tarnı bülbüldün seyretip oynamaganam oynatıp. Tarnı bülbüldün seyretip ey oynamaganam oynatıp. Dayranı hemdim bürüdetip düş düş oynalın. Kayraklarını şakırdatıp düş düş oynalın. Aman aman oynalın, lezgi çalın oynalın. Aman aman oynalın, lezgi çalın oynalın. Oynamadan kalmasın şu devrede oynalın. Oynağanlar dermanda, oynamagan ermanda. Oynağanlar dermanda yey, oynamagan ermanda. Lezgi köyü başkaça, oynatar 100 yaş eçe. Lezgi köyü başkaça, oynatar 100 yaş eçe. Aman aman oynalın, lezgi çalın oynalın. Aman aman oynalın, lezgi çalın oynalın. Oynamadan kalmasın devremizde oynalın. Oynamadan kalmasın oynalıga oynalı. Oyna oyna ala yüz canından. Oyna oyna kara yüz boyundan. Oyna 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 ala yüz canından. Ey oyna oyna kara yüz boyundan. Her gün erta tongdan boshlab asta asta qadam tashlab huzur tomon otlanamiz, do'stlar bilan shodlanamiz. Alifbe va hisob ortar, bari qoldi bari yodda. Raqamlar tanish, harflar tanish, qo'ldan kelar o'qish yozish. Xayrlashamiz bugun siz bilan, bizlar uchun quvonchli bu dam. Faqat qalbda g'ashlik bor biroz, o'qitmaysiz endi siz ustoz. 4-A sinf tomonidan Shurik qo'shig'i. Аппаратура при нем, как слышно, как слышь меня, пожалуйста, большое спасибо.
Topshiriqning kepin bizga yukladingiz, to'rtinchilar eplaydi deb aytardingiz. Ishonchingiz oqlaymiz biz 11gacha, umr tilab sizga ustoz 1000 yilgacha. Musiqa o'qituvchimizga musiqa she'ridan bahra olishni o'rgatdingiz, to'g'ri ijro qilishni. Bu kun qoshingizda kulur mustazim, qalblarga nur sochgan aziz muallim. Rus tili o'qituvchimizga o'rgatdingiz siz qardoshlar tilini, mana chiqqancha savodim. Unutmayman zahmatlaringiz, bizning tinchlik ustoz muallim. Tabifan o'qituvchimizga rahmat sizga jonajon ustoz, tabiatni sevdirdingiz, unga mehr qo'ydirdingiz, angladik biz olam sirlarin, tog'lar adirlar u daryo kirlarin. Rasm va mehnat o'qituvchimizga quyosh, zamin, tuproq ranglarni sizdan rasm chizsak xatolar hech og'rimay o'rgatgansiz. Maktabimiz direktoriga mehringiz jo'shqin daryo, qalbingiz cheksiz daryo, so'zingizga farog'lar. Sizga ming tahsin ta'zim, aziz inson muallim. Yoshligida salgan tushib ketgan qiz, onani tilgina salga botib ketgan qiz, onani yoshligida salgan tushib ketgan qiz, onani tilgina salga botib ketgan qiz, onani dilbar ey dilbar, ko'zi qaro dilbar, qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar, dilbar ey dilbar, ko'zi qaro dilbar, qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar. Shirin shirin so'zlaring jonim oladi meni, shirin shirin so'zlaring jonim oladi meni, o'zgasiga boqmagin ko'nglim qoladi meni, o'zgasiga boqmagin ko'nglim qoladi meni. Dilbar ey dilbar, ko'zi qaro dilbar, qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar, dilbar ey dilbar, ko'zi qaro dilbar, qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar. Darkor mana dilbar, yakta qiyo boq mana dilbar, darkor mana dilbar, yakta qiyo boq mana dilbar. Kulishlari chiroyli, yurishlari chiroyli, qurboningman nozlanib, qo'yishlaring chiroyli, sevmayman deb ichingdan sevishlaring chiroyli. Dilbar ey dilbar, ko'zi qaro dilbar, qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar, dilbar ey dilbar, ko'zi qaro dilbar, qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar.
tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Ustozlarim bor bo'ling, burgut bo'ling, nishon bo'ling, suyanguchi tog' bo'ling, baxtimizga sog' bo'ling. Maktab degan qutlug' dargoh muqaddasdir bizga har chog' bilim sari boshlar yo'lga, aziz quchoq tanish yo'lga. Har erta tongdan boshlab asta qadam tashlab biz u tomon otlanamiz, do'stlar birga shodlanamiz. Alifbe va hisob ortda, barik yodda, barik yo'lda. Raqam tanish, harflar tanish, qo'ldan kelar o'qish yozish. Xayrlashamiz bu kun siz bilan, bizlar uchun quvonchli bu dam, faqat qalbda g'ashlik bor bir oz, o'qitmaysiz endi siz ustoz, ustimiz sizga sizlar. Qalbda mehri bir jahon, onamday mehribon, erkalab kulib olgan, dilga shodliklar solgan. Fonni tushir, fonni. Qo'shiq. To'g'ri yozish, o'qishni, o'zni qanday tutishni, savod ilm o'rgatgan, nurli yo'lni ko'rsatgan. Fonni tushir, fonni. Ustozim sizni salom, ustoz salom muallim, bayramingiz bilan qutlug' qilaymiz. Ilm bilan istiqbol yo'lin ko'rsatdingiz, hech unutmaymiz. Siz emasmi 7 yoshimda alif beni tutgan qo'limga, siz emasmi silab boshimni cheksiz shodlik solgan ko'nglimga. Bugun sizni chin yuragimda mehron toshib tabrik bitaman. Umrim bo'yi men sadoqatli vatanimga xizmat qilaman. Sizga ta'zim. Hozirda navbatni bayramimiz qiziqarli o'tishi uchun ota-onalarning ishtiroki ham kerak bo'ladi. Shuning uchun tilaklar yozilgan farzandni topish kerak degan shartga beramiz. Hozirda farzandingizni ko'zlar tushilgan rasmlarni ko'rsatamiz. Agarda kimdir bu o'zini farzand ekanligini tanisa, davraga chiqadi. Muambar. Kimchi kaldı?
juda yaxshi ko'raman. Siz meni avaylab, asrab, meni qarab katta qilganingiz uchun rahmat. Baxtimizga doimo sog'-omon bo'ling. Men sizni juda yaxshi ko'raman. Umringiz uzoq bo'lsin. Hech qachon yig'lamang. Sizni yaxshi ko'raman. Ona, men sizni yaxshi ko'raman. Baxtimga sog' bo'ling. 100 yoshlarga kirib yurgaysiz. Shu farzandimiz kelajakda Oliy institut o'quvchilariga kirib, hamma kulib o'ynab yursin. Sizlarni ustozlarning izidan yursin hamma. Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Bugungi shu 4-sinf o'quvchilarini bitiruv kechasi bilan hamma o'quvchilarni tabriklayman. O'qituvchilarga rahmat aytaman. Kelgusi o'qishlarini omad tilayman o'quvchilarni hammasini. Rahmat. O'qituvchilarga rahmat aytaman. Katta bola bo'lib, hammaga el yurtda rahmat ishtiradi, bola bo'g'ing, turmushga bo'g'ing, o'qishlariga kirgin. Hozirdan navbatni 4-B sinf tomonidan she'rlarga beramiz. İlk bora perdaga sekin o'tkazib, jajji qo'llarimga salam tutkazib, menga har sanatgan qalbni jahonda unutmayman aslo sizday insonni. Xalqim orzu niyati yerga quvvat soladi, bayrog'imiz dunyo uziyatga to'lishadi. Musiqa o'qituvchimizga musiqa sehridan bahra olishni o'rgatdingiz, to'g'ri ijro qilishni. Bu kun qoshingizda qulimiz ta'zim qalblarga nur sochgan aziz muallim. Musiqada qo'shiq kuylab ongimizni peshlaymiz, matematikada misol ishlab ko'nglimizni xushlaymiz. Rus tili o'qituvchimizga o'rgatdingiz, siz qarindoshlar tilini. Mana chiqdi ancha savodim, unutmaymiz zahmatlaringiz. Bizning tilchi ustozim muallimim. Tabiatdan saboq bergan o'qituvchimizga rahmat. Sizga joja ustoz, tabiatni sevdirdingiz, unga mehr qo'ydirdingiz. Angladik biz olam sirni, tog'lar, adirlar va daryo qirlarin. Rasm va mehnat o'qituvchimizga quyosh, osmon, zamin, tuproq ranglarini sizdankansiz. Rasm chizsam xatolarim hech og'rimay o'rgatgansiz. Sport bilan shug'ullansak tanamiz chiniqadi, fikrimiz, ongimiz yanada tiniqadi. Ma'naviyat darsini, sabaqini tinglaymiz, ustozimiz darsida zerikishni bilmaymiz. Maktabimiz direktoriga mehringiz jo'shqin daryo, qalbingiz cheksiz dunyo, so'zingiz gavhar a'lo, sizga ming rahmat ta'zim, aziz inson muallim. Hozirdan navbatni 4-B sinf tomonidan yigitlar ijrosidagi raqsga beramiz.
adabiyot mualliflari. Ko'klar sari parvozim, don taratgan ovozim, tufayli kadlar osmon dil gulistonim muallim. Loydan qildim haykalcha, tish va kichik gulcha, ko'p narsani o'rgandim, ustozim sizga ta'zim. Birlashib kuyladik vatanimiz matnini, navolarga joyladik she'rlarni har satrini. Bilim berib bizlarni boshimizni silagan, ish o'qishda, mehnatda baxt va omad tilagan. Biz o'rgangan bilimlar, ustozimiz mehnatda, qanday ilm muloyim ustozimiz. Quyidagicha tarannum etganlar onalarning oyog'i ostidadir. Ravzai jannatu jinan bog'i, ravza bog'i solim, istar esang bo'l onangning oyog'in tuprog'in. Vatanni kim yaratgan bilasizmi bolalar? Kim dunyoni tebratgan bilasizmi bolalar? Bizga oqsit bergan kim? Shirin tilni kim bergan? Yo'limizda tikanni kiprigida kim tergan? U tunlar uxlamagan chirog'im onam mening, jannat menga ne kerak, Makka Madinam mening. Endi navbat 4-B sinf tomonidan sahna ko'rinishiga. Bolani menga o'tiradilar. Nima men malimanmi? Ana uni o'ynab yotishimchi, faqatda kuz bo'lsa. Voy, endi nima qilaman? Oyim o'ldiradilar. Ha, yo'lini topdim. Men buni singlimga to'n kiyman. Hozir boqiyman. Hamma yoq nechun jimjit. Opang hamisha baqir-chaqir qilardi. Asal qizim, o'zimni qizim, sen sira katta bo'lmading, o'ynagan, yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu alaykum oyijon, men sizga bir gapni aytsam, qizingiz krujkangizni sindirib qo'ydi. Voydod, nega sindirdingiz? Men sindirganim yo'q, aldayapti. Qaysi biringa ishonay, ha? Qaysi biringa endi tushimga kirib chiqadi-ku. Oyim, men katta qiz bo'lsam, o'lib endi bitta krujkangizni sindirib yursam, sindirib o'tirganim mana shu ekan. Oyimga yetmaydi dedi. Nega sindirasan?
Yaxshilab bo'ling. Kechagi tarbiya darsida ustozim yolg'on gapirmaslik haqida o'tgandi. Yolg'on gapirishni bo'yniga olish ham bir mardlik ekan. Hozir ukam yoniga borib kechirim so'rasammi ekan? Opa iching deb ilinadi. Topdim, bo'ynimga tan olaman. Assalomu alaykum, opajon, keldingizmi? Ha, singlim keldim. Sog'inib ketdim. Men ham sog'indim. Kechagi qilgan ishimni bilasan-a? Ha, bilaman. Buning uchun meni kechir, hech qisi yo'q. Oyijon, kechagi qilgan ishim uchun meni kechiring. O'sha bo'yizdan qolgan kurushkani men sindirib qo'ygandim. Aybimni bo'ynimga tan olib turibman. Ustozing to'g'ri aytibdi. Boshingga qilich kelsa ham rost gapir. Voy o'zimni shirin qizlarim. Endi navbatni 4-A sinf tomonidan sahna ko'rinishiga beramiz. Yaqinroq so'zla. Yaqinroq so'zla, yaqinroq. Güllaram isib ketdi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, tuzukmisiz? Qayerda? O'tiring. Uyga borib. Yo'q, o'tiring. Mana bolam sportchi. Katta bo'lsa sportchi bo'ladi. Do'mbaloqqa aralashadi. Mana ko'rdinglarmi? Akimjon bolam, sumkamga tash bor. Izlarga kesib olaman. O'g'lim charchagandi. Voy, mana o'g'limchi bloger. Katta bo'lganda eng zo'r bloger bo'ladi. O'zi uyga pullarni olib keladi. O'zini suratga olib kiradi. Voy, to'xta bolam, sumkamni ko'tarish bor. Ishlari bor. Mayli, bolam charchagandir, nima deysiz? Sizni bolangiz nima qiladi? Mani bolam menga yordamlashadi. Maktabda juda bilimdon o'quvchi. Maktabda juda besh oladi. Voy, kitobda ham pullar bo'ladi. Assalomu alaykum, oyijon. Oyijonlar, oyijon, men besh oldim. Barakalla. Oyijon, sumkangizni bering. Xolajon, sizlar ham bering. Voy, tavba, o'rta imtihondan 5-6 kitob o'qib. Meni bolam kechasi bilan sport qilgani mashq qiladi. Mening ham bolam faqat qo'ldan telefon tushmaydi shu o'lg'ir bolamni. Yuring, yo'llarga kitob olib. Ha, kitob olaylik. Kim shirin tilni kim bergan, yo'limizdagi tikanni kiprigida kim tergan. U tunlari uxlamagan chirog'im onam mening, jannat menga ne kerak, ne Madinam mening. Hozir navbatni onajonlarga shartlardan beramiz. Har bir sinfdan 3 ta ota-ona chiqsin.
mandarinni archadi va onasini qo'liga beradi. Qaysi bir ona mandarinni birinchi yeb tugasa, o'sha g'olib bo'ladi. Deysiz archingizda va og'ingiz qizardi. Sizlarning qizlaringizni ushlattiradi. Fon. Aç. Bol. Sambarak. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, I said no. Hasta la vida loca, te encanta la música, te toca. Hasta la vida loca, te encanta la música, te toca. Every day and every night, and I wanna hold you, love you till the end of time. Stay overnight, cause I want you in my life, and I wanna love you, I will never make you cry. Hasta la vida loca, te encanta la música, te toca. Hasta la vida loca, te encanta la música, te toca. Demak, hozirda biz shartlarni o'qiymiz va siz shu shartlarni bajarasiz. Shunga qarab, birsi-birsigizga qay darajada o'xshashingiz tekshiriladi. Boshingizni qo'lingiz bilan silang. Oyog'ingizni ko'taring. Bir qo'lingizni ko'taring. Biror voqeadan jahlingiz chiqdi. Juda xursandsiz.
Bir qo'lingizda qulog'ingizni ushlang. Zo'r. Mayli osmonda oy bo'ling, omon bo'lsiz bo'ldi. Sizni tomosha biz ko'rib tursak bo'ldi. Yaqin orada chiqqan kinolarning ichida bitta qarashingiz dunyo rekordlarini urdi. Atiringiz hidi har tomonga taraladi. Nozingiz yuragimni yaraladi. Ay jana, nima hunaringiz bor yana? Koroleva udama, janna janna, voy ismlari ham aytishana, jinni qildi bu janna. Koroleva udama, janna janna, voy ismlari ham aytishana, jinni qildi bu janna. Janna janna,
cho'g' bo'lay, yonib tursam bo'ldi. Bir bor sizni ko'rganda men nima bo'lsam bo'ldim. Xayollarim to'lida, yuragimni qo'rida, sizni suratingiz dona yagona bo'ldi. Oh koroleva udama, janna janna, janna janna, voy ismlar yamaychana, jinni qildi bu janna janna. Koroleva udama, janna janna, janna janna, voy ismlar yamaychana, jinni qildi bu janna janna. Janna janna, janna janna, janna janna, janna janna. Atringiz hidi har tomonga taraladi, noz nozingiz yuragimni yaraladi. Ay jana, nima hunaringiz bor yana? Ustozlar, hurmatli ota-onalar, hurmatli, izzatli farzandlarim. Shu bu yilgi 4-sinfni xayr, birinchi ustozim bayram tadbirida o'tirgan akamiz, men hammangizni tabriklayman. Shu farzandlarimiz Xudoyim kamolga yetib, aqlli, yetuk inson bo'lib, iymon e'tiqodli bo'lib, ota-onasina mos, shu maktab o'qituvchilarining izidan eradigan o'quvchilar bo'lsinlar. Hammalarini baxt saodat tilayman. Xudo xolasa shu bu yilgi sentyabr oyida farzandlarimiz yanada shijoatlar, yanada o'qishga intilishlar, kuch-quvvat dam olishni o'tkazib O'tirib olamiz, o'tirib. Ayakka rahmat deyman. Hamma o'qituvchilarning ishlarida omad tilayman. Farzandlarimizga esa kamolat tilayman. Qo'shiladi ustida ishlar mustahkamlik, yanada diqqat e'tiborni o'qishga qaratishingizni so'rab qolamiz. Huzurli bugungi tadbirimiz endi vaqtidan o'tib ketdi-da. Qolganini sinfda davom ettiramiz. Ota-onalar, sinfimiz bekor shu yerda davom ettiramiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Aziz ustozlar, qadrli mehmonlar, mana bitiruv kechamiz ham poyoniga yetib qoldi. Bizga bilim bergan ustozlarimizga yana bir bor shukr, minnatdorchilik bildiramiz. Aziz ustozlar, hamisha el-yurt ardog'ida bo'ling. Yurtimiz obod, yerimiz shod, osmonimiz musaffo bo'lsin. Ona O'zbekistonimiz gullab yashnayversin. Xayr, sog', salomat bo'ling. Tilginam sayron bo'lgani bo'lgan, yurtim desam dilginam xandon bo'lgani bo'lgan. Chamanimning chiroyi gul oftobi guloyi, yuragimning bir joyi rayhon bo'lgani bo'lgan. qadr topdi qadrim, havoga to'ldi bag'rim, istiqlol bergan davrim, davron bo'lgani bo'lgan, davron bo'lgani bo'lgan.
Bir uyda o'sibmiz 7 polapon. Birday mehr olib ota onadan. O'zgacha bir dunyo bugun qarasa. Beg'ubor bolalik kezni sog'indim. Dadam qaytar edi daladan charchab. Erkalik qilardik gohida o'ynab. Ham qora qumg'onda choyimiz qaynab. Barimiz jam bo'lgan kezni sog'indim. Sog'indim, yomon sog'indim. Beg'ubor bolalik kezni sog'indim. Sog'indim, sog'indim, sog'indim. Barimiz jam bo'lgan kezni sog'indim. Yamoq ko'ylak kiyib onam megniga yetsin deb bolalarim kamu ko'zdiga. Chidam berib bu hayot tashvishiga. Bir hovlida o'sgan kizni sog'indim. Bizlar totuv edik juda mehribon. Yesakda qora non, ichsakda ayron. Bugun sal sovibmiz, o'zim ham hayron. Mehr to'la ko'zlaringni sog'indim. Sog'indim, yomon sog'indim. Beg'ubor bolalik kezni sog'indim. Sog'indim, sog'indim, sog'indim. Barimiz jam bo'lgan kezni sog'indim. Sog'indim, yomon sog'indim. Beg'ubor bolalik kezni sog'indim.